Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: tog'utning ma'nosini bilmagan inson mushrik bo'ladimi debdilar. Haqiqatdan iymonning sharti tog'utga kofir bo'lish. Afsuski, ko'p musulmonlarimizda hozir bu unutib bo'lgan narsalardan. Ahli ilmman degan odamlarning zimmasiga mas'uliyat tushadi shunda. Dinni ta'lim berishida faqat shu tahoratida, namozida degan masaladan chiqmasdan mana bu aqida masalalariga ham bir qarash kerak. Chunki insonlarga birinchi da'vat qilinadigan narsa tavhid bo'lish kerak. Birinchi da'vat tavhid bo'lish kerak. O'z-o'zidan odamlar zimmasiga mas'uliyat tushadi. Ahli ilmlar gapirganda ham ba'zilar yoqmaydi u narsalarni eshitish shunga. Faqat shu haligi oilaviy muammo, janjal, to'polonman shunaqa narsalarning hukmini eshitish yoqadi. Bu ham odamlarning zimmasiga bir mas'uliyat. Siz taloq, nikoh masalasida xatoga yo'l qo'ysangiz kechirilishingiz mumkin, lekin tavhid borasida xatoga yo'l qo'ysangiz kechirilmaysiz. Alloh taolo chunki birinchi bo'lib bizni bo'ynimizga farz qilgan narsa mana shu bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz radhiyallohu anhu ni Yamanga jo'natayotganda "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illalloh" degan. Seni birinchi qilgan da'vating ana shu bo'lsin. Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berish bo'lsin. Tavhid ya'ni. Agar senga itoat qilishsa, keyin namozni o'rgat degan. Itoat qilishsa, keyin zakotni o'rgat degan. Hamma narsadan avval tavhid o'rganish kerak. Odamlar shunga e'tibor qilinglar. Tavhid darslari mana bayon qilinyapti, aqida darslari bor. Eshitish kerak shuni. Faqat boshqa narsagagina himmatni qaratib qo'yib, bu narsaga gapirsa, uyqusi kelib, yoqmasdan unaqa qilinmaydi. Bu sizning oxiratingiz bu. Tog'utga kofir bo'lish iymonning sharti bu. Qayerdan olib bu gapni deyishingiz mumkin. Mana tavhid kalimasini qarang nima degan. La ilaha illalloh deysiz, to'g'rimi? Odamlar hozir faqat ana shu ikkinchi qismini tushunadi, tavhid desa. Yolg'iz Alloh degan joyini, illalloh degan joyini tushunadi. Aslida birinchi nima deyapsiz qarang. La ilaha deysiz. La ilaha degani hech qanday iloh yo'q deb guvohlik beraverasiz. Birinchi o'rinda ana shu tog'utga kofir bo'lish mana shu degani. Hech qanday iloh yo'q degani, ya'ni Allohga qo'shib hech narsani men Allohning darajasiga ko'tarmayman deb guvohlik berasiz. Bu Allohdan qo'yib Allohning darajasiga hech kimni ko'tarmayman deganda payg'ambarni ham Alloh darajasiga ko'tarmayman, avliyoni ham Alloh darajasiga ko'tarib unga duo qilib sig'inmayman va pirimni ham avliyo darajasiga ko'tarib sig'inmayman, duo qilmayman va mol dunyoyimni ham, xotinimni ham, erimni ham, otamni ham, onamni ham, bolamni ham, o'g'limni ham, qizimni ham, mansabimni ham, nasabimni ham hech narsani Allohning darajasiga ko'tarmayman deb guvohlik berasiz. Kimdir aytishi mumkin, kim ko'taryapti deb. Gap bu odamlarda ko'taraman degan so'zda emas, fe'lida. Ya'ni odamlar Allohning amri kelsa, otasini amri kelsa, hozir otam nima deydi deb o'tiribdi mana. Ana shu Alloh ilaha illallohni tushunmadi degani. Allohning amri kelsa, erini amri kelsa, erim nima deydi deb o'tiribdi mana ayollar. La ilaha illallohni tushunmadi degan. Xotinim nima deydi deb o'tiribdi, tushunmadi la ilaha illallohni. Ustozim nima deydi deb o'tiribdi, tushunmadi la ilaha. Mazhabim nima deydi deb o'tiribdi, tushunmadi la ilaha. Pirim nima deydi, tushunmadi la ilaha illallohni. La ilaha degani faqatgina hamma narsadan buyrug'i oliy zot deb Allohni bilaman degani. Ana shu la ilaha degan. Boshqasiga men Allohnikiga to'g'ri kelib qolsa, boshqasiga itoat qilmayman degani. Ana shu tog'utga kofir bo'lish deyiladi. Hokimmi u, pirmi u, avliyomi u, kim bo'lsa ham Allohnikiga teskari kelib qolsa, unga itoat qilmayman. La ilaha degan ana shu bo'ladi. Alloh taolo oyatda shuning uchun aytgan. Faman yakfur bit-tog'ut va yu'min billah faqad istamsaka bil urvatil wuthqa fi samala. Kim agar tog'utga kofir bo'lsa, qarang, birinchi o'rinda shuni aytgan. Tog'utga kofir bo'lish kerak birinchi o'rinda. Tog'ut nima desa, ana shu Alloh darajasida sizga teng bo'lib qolgan har qanday narsa, buyrug'i Allohnikidek qilib qolgan narsangiz o'sha tog'ut deyiladi. Kimdir otasini ham tog'ut qilib olyapti hozir. Kimdir onasini ham tog'ut qilib olyapti. Kimdir erini, kimdir xotinini, kimdir bolasini, kimdir ishini, kimdir mansabini, kimdir narsasini ham tog'ut qilib olyapti. Kimdir oddiy bir ishini tog'ut qilib olyapti. Ya'ni namoziga to'g'ri kelib qolsa, ishidan voz kecha olmaydi. Ishi chalik hattoki Allohni qadrlamaydi. Ishim yo'q, ishim qolib ketadi, namozni ham qazo qilyapti. Bu odam ishini bu tog'ut qilib oldi deyiladi, Allohni qo'yib. Qanaqa qilib la ilaha illalloh debsan sen endi? Allohning itoatidan qo'yib o'sha itoatini afzal ko'ryapsan.
Alloh taolo iymonni birinchi shartida mana shuni aytgan. Faman yakfur bi tog'ut. Birinchi o'rinda o'sha tog'utga kofir bo'lish kerak. Tog'ut nima? Har qanday sizga Allohni qo'yib itoat qilib, Allohni qo'yib buyuklab, Allohni qo'yib sig'ingan narsalaringiz o'shalar tog'ut bo'lib qoladi sizga. Faman yakfur bi tog'ut, kim o'shalarga kofir bo'lsa, va yu'min billah, keyin Allohga iymon keltirsagina, ana shu mustahkam bog'ichni, ya'ni haqiqatni, iymonni mana shu tutibdi degan oyat bu. Endi tog'utning ma'nosini tushunmagan odam musulmon bo'ladimi desangiz, kimdir tog'utni mana biz arab tilidagi aytayotgan ma'nosini tushunmasligi mumkin. Tog'ut nima desangiz bilmayman, u nima edi u tog'ut deyishi mumkin. Lekin tog'utni tushuntirib bersangiz, ha bilaman bu narsalar to'g'ri, bunday narsalarga kofir bo'lish kerak deydi. Mana bu odam musulmon deyiladi. Aynan tog'ut degan lafzni bilmagani uchun uni kofir demaysiz siz. Chunki bu odam hozir arab tilidagi lafzini bilmayapti xolos, uni haqiqatan ma'nosini tushunyapti. Arab tilidagi lafzini bilmayapti xolos bu, ya'ni istilohini. Lekin o'zida shu e'tiqod bor, ya'ni tog'utga kofir bo'lish. Bu musulmon deyiladi. Agar shu tog'ut degan lafzni, aynan arabiy lafzni nimaligini tushunmagan bo'lsa ham bu musulmon deyiladi. Chunki shu e'tiqod bor unda baribir. Lekin bir odam bor, uni o'zini lafzini ham tushunmaydi. Bu bunaqa ma'nolarni ham yetti o'qilib tushiga ham kirmagan u. Islom nima desa shu Alloh bor deganni islom deb o'ylaydi. Bu yahudlar ham bunday deydi. Nasroniylar ham bunaqa degan. Makkaning mushriklari ham shunaqa degan. Alloh degan Makkaning mushriklari ham. Yaratuvchi bor degan ular ham. Hamma yahud ham nasroniy ham mushriklar ham shunaqa degan. Bu bilan inson musulmon bo'lib qolmaydi. Agar kim musulmonligi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, islom nima desa, Alloh bor deb e'tiqod qilish desa, boshqa hech narsani tushunmagan bo'lsa, bu odam haqiqatan musulmon sanalmaydi. Kimdir aytsa-ki, bu tushunmagan, bilmayapti-ku desa, Alloh subhanahu va taolo unga imkoniyat berib qo'ygan mana. Allohning ahd paymon olgan. Otasining pushtidaligida yo'q, Alloh uni misoqda ahd paymon olgan. Alastu bi robbikum, robbilaring emasmanmi degan. Qalu bala, Robbimizsan deyishgan, guvohlik berishgan odamlar. Insonni Alloh fitratda tug'dirgan, tug'ilishiga Alloh yaratgan. Fitratda Alloh insonni yaratgan, islomda ya'ni. Inson o'zi buzildi. Ota-onasi boshqasi sabab o'zi buzildi inson. Va insonga Alloh subhanahu va taolo uzr bo'lmasligi uchun shu ikkita narsani qilgandan keyin uchinchi narsani ham qildi. Payg'ambar ham jo'natdi. Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Payg'ambar jo'natguncha azoblamaymiz dedi. Payg'ambar jo'natdi mana keyin. Endi uzr qolmadi payg'ambar kelgandan keyin. Payg'ambar keldi mana. Payg'ambar kelgandan keyin uni da'vati butun dunyoga tarqaldi. Hozirgi kunda qarang, islom degan dinni eshitmagan odam bormi? Deyarli yo'q. Islom degan dinni eshitmagan karislardan so'rasangiz ham, shu soqollilar, ayoli unaqa hijobda yuradigan, unaqa masjidi borlar, shular musulmon deb biladi, ya'ni. Rusdan so'rasangiz ham, Amerikandan so'rasangiz ham, Xitoydan so'rasangiz ham, Yapondan so'rasangiz ham hammasi biladi. Islom, musulmonchilik desa shu soqolni qo'ygan, hijobda o'ragan ayol yoki masjidi borlar, shular musulmonchilik deb biladi. Qarang, demak payg'ambarning da'vati insonlarga yetgan. Illo mana agar Amazonkada haligi Avstraliya, shunaqangi joylarda, Antarktidalarda yashab yurgan bir unaqangi odamlar bo'lmasa, qolganlarga yetgan, ya'ni. Islom degan da'vat yetgandan keyin islomni o'sha qolgan haqiqatlarni o'rganish inson o'zini bo'yniga tushadi keyin. Agar shundan keyin o'rganmay yurgan bo'lsa, o'zini nuqsoni bo'ladi. Unga din yetib bordi chunki. O'rganish kerak. Xususan hozirgi zamonda nihoyatda oson. Oldingi zamonlarda inson dinni o'rganishlik uchun men Salmon Forsiyga o'xshagan odamlar hali bu Forsdan Romga chiqib, Rumdan Madinaga kelib qul bo'lib izlab yurgan dinni, qul bo'lib izlab yurgan. Bu odamlarga hozir kunda izlayman desa, o'tirib kompyuterda ham haqiqat topib olyapti odamlar, telefon bilan mana izlab internetdan. Odamlarga qo'yib bersangiz mana fahshni izlab topib oladi, chumoliga o'xshab, bu kalamushga o'xshab har teshikka kirib chiqadi. O'qish yozishni bilmaydigani ham topib oladi. Kerak joydan, fahshni internetdan. Islom desangiz, men bilmayman, tushunmayman deydi.
Harakat qilgin, izlagin, topasan. Nega tushunmaydi? O'zini e'tiborsizligidan bu. Bu masalalarni biz mana aqida darslari silsilasida batafsil bayon qildik, shularni eshitish kerak. Xulosa shu, ya'ni tog'utga kofir bo'lmagan odam musulmonmi desa, mana shunaqa tafsilot bor. Ya'ni bu odam gohida tog'ut degan lafzni ayta olmasa ham, tushunmagan bo'lsa ham, lekin shu ma'nolar, shu e'tiqodlar unda bo'lgan bo'lsa, bu odam musulmon deyiladi. Lekin mutlaqo bu narsalar xayoliga ham kelmagan, u ismini ham bilmaydi, ma'nosini ham bilmaydi, mutlaqo bu e'tiqodlarni tushunmaydi. Quruq shu bu inson din desa namoz, Alloh borligini tushunadi. Bu inson bu bilan musulmon bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga shahadatu alla ilaha illalloh deb buyurgan. Shunchaki aytib qo'yishdi emas, la ilaha illalloh shartlari bor. Shahodat nima degani? Bir inson masalan bir narsaga shahodat beradi, nima degani? Guvohlik beradi. Guvohlik berish nima degani? Inson ko'rib, eshitib, aniq bilgan narsasiga guvohlik beradi. Shunchaki xayoldan o'tib qolgan bir shak shubha narsaga guvohlik bera olmaydi. Siz Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishingiz, Muhammad alayhisalom Allohning rasuli deb guvohlik berishingiz, ana bu narsa sizga aniq shu ilmni, shu narsaning haqiqatini, shartlarini bilib guvohlik berishligingizni taqozo qiladi. Vallohu alam.